Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 1930-yildan 1965 yilgacha tug'ilgan pensionerlar shu oydan boshlab yangi tekshiruvlarga tushishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har bir nafaqaxo'rga, ularning farzandlariga, nevaralariga va pensioner ota-onasiga yordam berayotgan har bir oilaga tegishli. Chunki bitta noto'g'ri hujjat, bitta eski ma'lumot yoki vaqtida berilmagan ariza sabab pensiya to'lovi kechikishi, qayta hisob kitob qilinishi yoki qo'shimcha izoh talab qilinishi mumkin. Men bu videoda qo'rqitish uchun emas, tushuntirish uchun gapiryapman. Kim xavotir olishi kerak, kim xotirjam bo'lishi mumkin, qaysi hujjatlar bilan muhim, qayerga borish kerak, qanday savol berish kerak, hammasini oddiy tilda aytib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim amaliy qadamlarni oxirgi qismda beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot boshqa pensionerlarga ham yetib borishi kerak. Avvallari ko'p hollarda pensioner bir marta pensiyaga chiqqandan keyin uning hujjatlari faqat zarurat tug'ilganda tekshirilardi. Masalan, odam yashash manzilini o'zgartirsa, bank kartasi bilan muammo bo'lsa, pensiya miqdori bo'yicha shikoyat qilsa yoki mehnat staji haqida qo'shimcha hujjat topshirsa, shunda ish qayta ko'rilardi. Boshqa vaziyatlarda pensioner har oy pulini olardi va tizim ichida katta tekshiruv bo'lmasdi. Endi esa yondashuv o'zgaryapti. Davlat organlari ma'lumotlar bazalarini bir-biri bilan solishtirishni kuchaytirmoqda. Pensiya jamg'armasi, fuqarolik holati, migratsiya, bank, soliq, kadastr, mehnat daftarchasi bo'yicha arxivlar va boshqa elektron bazalardagi ma'lumotlar o'zaro tekshirilishi mumkin. Bu degani pensionerni albatta idoraga chaqirishadi degani emas. Lekin tizimda nomuvofiqlik chiqsa, pensionerdan izoh, hujjat yoki tasdiq so'ralishi mumkin. Masalan, bir odamning pasportdagi tug'ilgan sanasi bilan eski mehnat daftarchasidagi sana bir xil bo'lmasligi mumkin yoki familiya nikohdan keyin o'zgargan. Lekin arxivdagi hujjat eski familiyada qolgan bo'lishi mumkin. Yoki pensiya tayinlangan paytda hisobga olingan ish staji bo'yicha arxivdan yangi ma'lumot kelib, ayrim yillar tasdiqlanmagan deb chiqishi mumkin. Bunday holatlarda odam darhol aybdor bo'lib qolmaydi. Lekin u hujjatlarni tartibga keltirishi, izoh berishi va kerak bo'lsa, qo'shimcha ma'lumot olib kelish kerak bo'ladi. Asosiy o'zgarish shunda. Ilgari ko'p narsa qog'oz papkalarda qolib ketgan bo'lsa, hozir elektron tekshiruvlar ko'paymoqda. Bu bir tomondan yaxshi, chunki kimningdir pensiyasi kam hisoblangan bo'lsa, to'g'rilanishi mumkin. Ikkinchi tomondan, eski hujjatlarda xato bo'lsa, pensioner ovora bo'lishi mumkin. Ayniqsa 1930-1935 yillarda tug'ilgan avlodda hujjatlar ko'pincha Sovet davrida eski arxivlarda, turli tashkilotlarda yuritilgan. Ba'zi korxonalar yopilgan. Nomi o'zgargan, arxivlar boshqa joyga topshirilgan. Shu sababli aynan shu yoshdagi pensionerlar orasida tekshiruvda savol tug'ilishi ehtimol ko'proq. Asosiy qism 1. Kimlar bilish kerak, kim xavotir oladi? Kim xotirjam bo'ladi eng avvalo? 1930 yildan 1965 yilgacha tug'ilgan pensionerlarning hammasi bir xil xavf ostida deb tushunmang. Agar sizning pensiyangiz hujjatlar asosida to'g'ri tayinlangan bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz bazalarda bir xil bo'lsa, yashash manzilingiz aniq bo'lsa, bank kartangiz o'zingizniki bo'lsa, siz pensiyani muntazam olayotgan bo'lsangiz va hech qanday shubhali holat bo'lmasa, katta xavotirga o'rin yo'q. Tekshiruvning maqsadi hammani jazolash emas, ma'lumotlarni aniqlashtirishdir. Lekin ayrim toifalar bor. Ular albatta hujjatlarni bir ko'zdan kechirish kerak. Birinchi toifa. Mehnat stajiski eski qog'oz mehnat daftarchasi orqali tasdiqlangan pensionerlar. Masalan, 1902 yilda tug'ilgan ayol 1902 yildan 2000 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan, keyin fabrika yopilgan. Pensiya tayinlanganda mehnat daftarchasidagi yozuvlar qabul qilingan. Endi arxiv tekshiruvda fabrikadagi 1909-2009-2006 yillar bo'yicha ma'lumot topilmasa, tizim savol berishi mumkin. Bu davr haqiqatan ishlanganmi? Bunday holatda ayol arxiv ma'lumotnomasi, ishga qabul qilish buyrug'i nusxasi, ish haqi qaydnomasi yoki boshqa tasdiqlovchi hujjat orqali stajni himoya qilishi kerak bo'ladi. Ikkinchi toifa. Ism familiyasi yoki otasining ismi turli hujjatlarda turlicha yozilgan pensionerlar. Masalan, pasportda Matluba Abdullayeva deb yozilgan, eski diplomda Matluba Abdullayeva. Mehnat daftarchasida esa Matluba Abdullayeva bo'lishi mumkin. Bitta harf farqi ham elektron tizimda mos kelmaslik sifatida chiqadi.
Bunday vaziyatda odam shoshilib vahima qilmasligi kerak. Bu ko'pincha texnik yoki tarixiy yozuv farqi bo'ladi. Lekin nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat va arxiv izoh kerak bo'lishi mumkin. 3-toifa, nogironlik pensiyasi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki imtiyozli pensiya olayotganlar. Oddiy yoshga doir pensiyada asosiy masala staj va ish haqi bo'lsa, imtiyozli pensiyalarda qo'shimcha shartlar bo'ladi. Masalan, zararli mehnat sharoitida ishlaganlik, ko'p bolali ona maqomi, harbiy xizmat, ma'lum hududlarda ishlaganlik, nogironlik guruhi bo'yicha tibbiy xulosa. Ana shu shartlar qayta tekshiruvda tasdiq talab qilishi mumkin. Agar hujjatlar to'liq bo'lsa, muammo yo'q. Lekin hujjat yo'qolgan bo'lsa, avvaldan tiklash kerak. 4-toifa pensiyani boshqa odam orqali olayotganlar. Masalan, keksa ona yura olmaydi. Pensiyani o'g'li ishonchnoma bilan olib beradi. Bu qonuniy bo'lishi mumkin, lekin ishonchnoma muddati, pensionerning tirikligi, yashash manzili va bank operatsiyalari bo'yicha tekshiruv bo'lishi mumkin. Davlat uchun eng muhim masala pensiya haqiqiy egasiga yetib boryaptimi? Agar pensioner tirik, hujjati joyida, ishonchnoma qonuniy bo'lsa, xavotir yo'q. Lekin ishonchnoma muddati o'tib ketgan bo'lsa yoki pensioner boshqa manzilda yashayotgan bo'lsa, bank va pensiya bo'limida aniqlashtirish talab qilinadi. 5-toifa chet elga uzoq muddatga ketgan pensionerlar. Masalan, 1962 yilda tug'ilgan erkak pensiyaga chiqqan, keyin farzandlari bilan Rossiya yoki Qozog'istonga ketgan. Pensiya kartaga tushib turibdi. Bu holatda yashash, rezidentlik, pensiyani olish tartibi, tiriklikni tasdiqlash kabi masalalar yuzaga kelishi mumkin. Har bir vaziyatda qoida boshqacha bo'lishi mumkin, lekin umumiy tamoyil shuki, pensioner haqiqatan mavjudligi, pensiya egasi ekanligi va to'lov qonuniy davom etayotganligi tasdiqlanishi kerak. Endi oddiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol. 1925 yilda tug'ilgan erkak 35 yil ishlagan, pensiyasi 2.400.000 so'm. Hujjatlari to'liq, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, pasporti hammasi mos. Tekshiruvda uning ma'lumotlari bazadan o'tadi va hech kim uni chaqirmasligi ham mumkin. Bu odam xavotir olmasligi kerak. Faqat hujjatlarini yo'qotmasin. Ikkinchi misol. 1906 yilda tug'ilgan ayolning pensiyasi 1.800.000 so'm. U 1985-1993 yillarda kolxozda ishlagan, lekin kolxoz tugatilgan, arxiv qayerdaligi noma'lum. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr xira, sana noaniq. Tekshiruvda ana shu tekinzil bo'yicha savol tug'ilishi mumkin. Agar bu tekinzil olib tashlansa, pensiya kamayishi mumkin. Shu sababli u tuman arxiviga, eski xo'jalik hujjatlari saqlanadigan idoraga yoki pensiya bo'limiga murojaat qilib, o'sha yillarni tasdiqlovchi ma'lumotnoma olish kerak. 3-misol. 1948 yilda tug'ilgan pensioner onaxon pensiyani nevarasining kartasiga tushirib yuribdi, chunki o'zi bankka bora olmaydi. Bu juda xavfli holat bo'lishi mumkin. Chunki pensiya odatda pensionerning o'z nomidagi hisob raqamiga tushishi kerak. Agar tizim boshqa karta, boshqa shaxs yoki shubhali yechib olishlarni ko'rsa, tekshiruv kuchayadi. To'g'ri yo'l pensioner nomiga karta ochish. Kerak bo'lsa ishonchnoma rasmiylashtirish, bank va pensiya bo'limida hammasini qonuniy tartibga qo'yish. 4-misol. 1930 yilda tug'ilgan otaxon juda keksa, hujjatlarini farzandlari saqlaydi. Pasport yangilangan, lekin pensiya bazasida eski pasport seriyasi qolgan. Bankda yangi pasport, pensiya bo'limida eski ma'lumot. Bu ham mos kelmaslik beradi. Bunday vaziyatda muammo katta emas, lekin pasport ma'lumotlarini yangilash kerak. Aks holda keyinchalik karta almashtirishda, naqd pul olishda yoki ishonchnoma rasmiylashtirishda muammo chiqadi. Birinchi nozik jihat, tekshiruv degani pensiyani avtomatik to'xtatish degani emas. Ko'pchilik meni tekshirarkan, demak pulimni to'xtatadi deb qo'rqadi. Yo'q, agar oddiy aniqlashtirish bo'lsa, odamga xabar beriladi, hujjat so'raladi yoki ma'lumot bazada yangilanadi. Lekin pensioner chaqiruvga e'tibor bermasa, telefonni olmasa, xatni o'qimasa, arzon vaqtida bermasa, jarayon cho'zilib ketishi mumkin. Shuning uchun eng katta xato beparvolikdir. Ikkinchi nozik jihat, pensiya ko'payishi ham mumkin. Tekshiruv faqat kamaytirish uchun emas. Masalan, odam pensiyaga chiqqanda 3 yil staj hisoblangan, lekin keyin arxidan yana 5 yil ish staji topildi. Agar qonuniy asos bo'lsa, pensiya qayta hisoblanib o'sishi mumkin. Yoki ayolning bolalari parvarishi davri, harbiy xizmat davri, o'qish yoki boshqa hisobga olinadigan davrlari noto'g'ri
kiritilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun tekshiruvdan faqat yomon narsa kutmang. Ba'zi odamlar uchun bu o'z haqini tiklash imkoniyati ham bo'ladi. Uchinchi nozik jihat, og'zaki gap hujjat o'rnini bosmaydi. Men u yerda ishlaganman, hamma biladi. Qo'shnim guvoh, rahbarimiz bor edi degan gaplar yordam berishi mumkin, lekin asosiy kuch hujjatda. Arxiv ma'lumotnomasi, mehnat daftarchasi, ish haqi qaydnomasi, buyruq nusxasi, sud qarori, FHDYO hujjati, tibbiy xulosa kabi rasmiy dalillar kerak bo'ladi. Agar hujjat topilmasa, ayrim holatlarda sud orqali mehnat stajini tasdiqlash masalasi ko'rilishi mumkin, lekin bu alohida jarayon. 4-nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Tekshiruvlar boshlanadi degan gap tarqalganda ba'zi odamlar pensionerlarni qo'rqitib pul ishlashga urinadi. Men pensiya bo'limida tanishim bor. 500 ming so'm bersangiz tekshiruvdan chiqarib qo'yaman. Kartangiz kodini ayting, pensiyangizni saqlab qolamiz. Pasportingiz rasmini yuboring, aks holda pulingiz bloklanadi degan gaplarga ishonmang. Hech qaysi rasmiy idora telefon orqali bank kartangizning PIN kodini, SMS kodini yoki to'liq karta ma'lumotini so'ramaydi. Rasmiy masala bo'lsa, pensiya bo'limiga, bankka yoki davlat xizmatlari markaziga shaxsan murojaat qilinadi. 5-nozik jihat, eski hujjatlardagi kichik xatolarni hozirdan tuzatish kerak. Masalan, tug'ilgan yil 1979 o'rniga bir joyda 1978 bo'lib qolgan. Yoki otasining ismi Karimovich o'rniga Karim o'g'li deb yozilgan. Yoki nikohdan oldingi familiya bilan keyingi familiya o'rtasidagi bog'lovchi hujjat yo'q. Bu xatolar yillar davomida bilinmasligi mumkin, lekin elektron solishtirishda chiqadi. Eng to'g'ri yo'l hujjatlarni bir papkaga yig'ib ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport raqami, manzil va ish joylari bo'yicha moslikni tekshirish. 6-nozik jihat, pensionerning o'zi kela olmasa ham masala hal qilinadi. Juda keksa, kasal yoki nogiron pensionerlar uchun farzandlari yordam berishi mumkin. Buning uchun qonuniy ishonchnoma, vasiylik hujjati yoki belgilangan tartibdagi vakolat kerak bo'ladi. Lekin men uning o'g'liman deyish har doim yetarli emas. Idora hujjat so'raydi. Shuning uchun farzandlar ota-onasining hujjatlarini oldindan tartibga keltirib qo'ysin. Pasport, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, ishonchnoma, tibbiy hujjatlar, manzil ma'lumotlari. 7-nozik jihat, pensiya miqdoridagi eski ortiqcha to'lov masalasi chiqishi mumkin. Masalan, biror davr noto'g'ri hisoblangan yoki odam ma'lum imtiyozni olish huquqini yo'qotgan, lekin to'lov davom etgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda davlat ortiqcha to'langan summani aniqlashi mumkin. Lekin bu ham darhol hamma pulni qaytar degani emas. Vaziyatning sababi pensioner aybdormi yoki texnik xatomi, qancha muddat o'tgan, qanday qaror chiqarilgan. Bular alohida ko'riladi. Shuning uchun qaror chiqsa, uni o'qimasdan imzo qo'ymang. Nusxasini oling. Tushunmasangiz mutaxassisdan maslahat so'rang. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Har bir pensioner yoki uning farzandi uyda alohida papka tayyorlasin. Papkada pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, diplom yoki harbiy bilet bo'lsa uning nusxasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan hujjatlar, nogironlik bo'yicha hujjatlar, bank hisob raqami ma'lumotlari va oldingi pensiya hisob kitobiga oid qog'ozlar bo'lsin. Ikkinchi qadam, ma'lumotlarni solishtiring. Pasportdagi ism, familiya, mehnat daftarchasidagi yozuv bilan mosmi? Tug'ilgan sana hamma joyda bir xilmi? Mehnat daftarchasidagi ishga kirgan va chiqqan sanalar aniqmi? Muhrlar o'qiladimi? Korxona nomi o'zgargan bo'lsa. Bu haqda arxiv ma'lumotnomasi bormi? Agar bir joyda Abdullayev, boshqa joyda Abdullayev bo'lsa, buni ham e'tiborsiz qoldirmang. 3-qadam, tuman yoki shahar pensiya bo'limiga murojaat qiling. U yerga borganda umumiy gapirmang. Aniq savol bering. Mening pensiya ishimda qaysi staj yillari hisobga olingan? Qaysi hujjatlar yetishmaydi? Elektron bazada pasport ma'lumotlarim yangilanganmi? Agar tekshiruv bo'lsa. Men oldindan qaysi ma'lumotnomani tayyorlashim kerak? Shunday savollar amaliy foyda beradi. 4-qadam, arxiv ma'lumotlarini oldindan izlang. Agar siz ishlagan korxona yopilgan bo'lsa, tuman arxivi, viloyat arxivi yoki tashkilotning huquqiy vorisi qayerda ekanini aniqlang. Masalan, sobiq kolxoz keyin shirkat xo'jaligiga, undan fermerlar uyushmasiga o'tgan bo'lishi mumkin. Zavod tugatilgan bo'lsa, hujjatlari davlat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Arxivga ariza yozganda ish joy nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, tug'ilgan sanangiz va o'sha paytdagi familiyangizni aniq ko'rsating. 5-qadam.
Bank masalasini tartibga keltiring. Pensiya faqat ishonchli pensionerning o'z nomidagi karta yoki hisob raqamiga tushsin. PIN kodni hech kimga aytmang. Agar pensioner pulni o'zi ololmasa, notarial ishonchnoma rasmiylashtiring. Ishonchnoma muddati o'tmaganini tekshiring. Karta muddati tugagan bo'lsa, oldindan yangilang. Chunki karta bloklanib qolsa, pensioner pulni vaqtida ola olmay qolishi mumkin. 6-qadam, telefon raqami va manzilni yangilang. Ko'p pensionerlar eski telefon raqamini ishlatmaydi. Lekin pensiya bo'limidagi bazada o'sha raqam qolgan bo'ladi. Keyin idora xabar yuborsa odam bilmaydi. Yashash manzili ham shunday. Agar pensioner boshqa farzandi bilan yashayotgan bo'lsa yoki boshqa tumanga ko'chgan bo'lsa, bu ma'lumotlarni rasmiy ravishda yangilash kerak. 7-qadam, sizga qaror yoki talabnoma berilsa, darhol nusxa oling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Qaysi hujjat so'ralyapti? Qaysi muddat topshirish kerak? Nima sababdan so'ralyapti? Barchasi yozma bo'lsin. Agar pensiya kamaytirilsa yoki to'xtatilsa, buning yozma asosi bo'lishi kerak. Siz qarorni o'qib, tushunib, kerak bo'lsa shikoyat qilish huquqiga egasiz. 8-qadam, farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p keksa odamlar idoraga borishdan uyaladi yoki qo'rqadi. Ba'zilari men hech narsani tushunmayman deb hujjatni olib kelmaydi. Farzandlar buni e'tiborsiz qoldirmasin. Bugun bir kun vaqt ajratib, hujjatlarni tartibga solish ertaga bir necha oy yugurib yurishning oldini oladi. Yana bir muhim maslahat, hech qachon shoshilib imzo qo'ymang. Agar sizga mana shu qog'ozga imzo qo'ying deysa, avval o'qing. Tushunmasangiz menga izoh bering. Deng, kerak bo'lsa farzandingizga ko'rsating. Hujjatda men roziman, ortiqcha to'lovni tan olaman. Ma'lumot noto'g'ri berilgan kabi mazmun bo'lishi mumkin. Har bir imzo keyinchalik huquqiy ahamiyatga ega bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar, 1903-yildan 1935-yilgacha tug'ilgan pensionerlar uchun yangi tekshiruvlarning asosiy ma'nosi shuki, hujjatlar, staj, shaxsiy ma'lumotlar, bank to'lovlari va imtiyozlar bazalar orqali aniqroq solishtiriladi. Bu hamma pensioner jazolanadi degani emas. Hujjatlari to'liq odam xotirjam bo'lishi mumkin. Lekin eski mehnat daftarchasi, familiya farqi, yopilgan korxona, ishonchnoma, chet elda yashash yoki bank kartasi bilan bog'liq noaniqlik bo'lsa, hozirdan harakat qilish kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq hujjatlarni bir papkaga yig'ing, pasport va mehnat daftarchasini solishtiring. Pensiya bo'limidan ma'lumotlarni aniqlashtiring. Arxiv hujjatlarini tiklang va bank masalasini qonuniy tartibga qo'ying. Shunda tekshiruv kelganda siz qo'rqmaysiz, aksincha tayyor turasiz. Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, bu videoni ularga yuboring. Izohlarda yozing. Sizda pensiya hujjatlari bilan muammo bo'lganmi? Stajingiz to'liq hisoblanganmi? Arxivdan ma'lumot olishda qiynalganmisiz? Tajribangiz boshqa odamlarga yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Men keyingi videolarda pensiya, nafaqa, hujjat va davlat xizmatlari bo'yicha eng muhim masalalarni yana sodda tilda tushuntirib boraman.